damas mo'shamizda karbatdan chiqarib olganmiz. Mo'shamizda benzin o'tib yuradi, ichida silkib qolgan. Endi sizlarga bu karburatörimizni polniy chachib, bir qator remont qilishni ko'rsatib beraman. Ham benzinni rasxodini ozaytirishni yo'llarini va jigullarni qo'yishlarini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Yo'l tekalarim qani meni? Qo'shilsangiz 1 soat gaplashamiz. Buni asosiy mana shu sariq turgan, uzun turganda gaz ezganda benzin sepadi bu. Ichkariga agar yaxshi mashina yaxshi tozalab olmasanglar, gaz erganingizda boshqa uchib qolishi mumkin. Xo'p, bu qatorlarda rem komplekt chiqib olamiz, ya'ni karburatorda barcha jamlangan komplektlar bo'lishida, xudo xolasa mana paklov prokladkalari tanga olamiz. Alohida albatta karburator remont qilayotgan paytda bu tangasini qo'yib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Ichiga benzin sepadi, igulkani to'g'risiga tushadi. 여기서 유명하게. 나도 완전 되다. 제가 나도 좋아. 제가 알아서 그래요. 그래서 한 번. 한번 더 쳐봐요. 여기서 최고. 개봉해서 찍거든. 그래서 이렇게 영상 모션 들어가서 야, 잠깐만.
Xudo xohlasa karburyatorimizni chiroqli yig'ib oldik. Endi bu mashinamizga o'rnatib, bir qator legirovkalarni qilib beramiz. Xudo xohlasa chiroyli holatda bo'ladi. Xo'p, video davomida ko'rgan, qatirgan, ko'rgan joylarimizni ko'rgan bo'lsanglar, tushunmagan yeringlarga kommentariyada yozinglar. Albatta, savolinglarga javob berishga harakat qilamiz. Bitta like bosishni unutmanglar. Bizga obuna bo'lib qo'ying.